Assalomu alaykum do'stlar. Ayni damda biz Barakami startapini asoschisini oldamiz, ya'ni Ergash akani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat. Aka, bu loyihaga ideya qayerdan keldi? Bu loyihaga o'zi ideya bizda shunaqa muammo bor. An'anaviy bizda azaldan qolgan shunaqa muammomiz bor. Bir inson o'zini molini sotish uchun kamida bozorga boradi, ertalab soat 3 dan turadi, boyag'inday tayyorgarlik ko'radi, keyin molni ortib olib boradi. Olib borishga misol uchun kamida 200 mingdan 500 minggacha rasxod qiladi. Issiqda turish kerak yoki qishda bo'lsa sovuqda turish kerak. Keyin dalollar narxini uradi, yerga urib tashlashadi va o'zi xohlagan narxda sota olmaydi yoki umuman bozor bo'lmay qaytib keladi. Va shu jarayon takroriy bo'lib, odamlar juda ko'p vaqtini, mablag'ini yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun ham biz mana shu loyihani o'ylab topganmiz. Ya'ni bunda odamlar, chorvadorlar bemalol mollarini kelib o'sha tekinga yoki juda ham arzon summaga sotishlari yoki sotib olishlari mumkin. Demak, pulli bo'lishi ham mumkin. Hozir qanaqa tekinmi yoki pullimi? Ayni damda biz birinchi marta va ikkinchi marta sotish jarayonlarini ham tekin qilib qo'yganmiz. Bu qanchadir muddatga o'zimizga belgilaganmiz muddatini va shu muddat oralig'ida bemalol odamlar kirib sotishni ham sotib olishni hamma jarayonlarni mutlaqo bepulga foydalanishlari mumkin. Va bu narsa ular uchun juda ham katta qulaylik olib keladi. Chunki 400 ming 500 ming rasxod qilmay shunchaki tekinga molni sotib yoki sotib olish mumkin. Qachongacha tekin aka? Xo'p, xudo xolasa biz shu kuzning o'rtalarigacha tekin qilamiz. Bemalol kirib, xohlagan odam, istalgan odam tekinga qo'yishi mumkin. Istalgancha e'lonni. Istalgancha e'lonni. Undan kuzdan keyin ham tekin bo'ladi. Faqat bir martalik e'lonlar tekin bo'ladi. Bitta moli bor odam bemalol kirib sotib olishi yoki sotishi mumkin. Kuzdan keyin 2 marta, 3 marta takroriy o'sha jarayonlarni amalga oshiruvchi insonlarga undan ham qimmat qilmaymiz. Где-то shu xalqni o'ylagan holda 10 ming so'm, 20 ming so'm shu atrofda pul bo'ladi. Ergash aka, Barakamida hozirgacha qanaqa egallangan yutuqlari bor? Xo'p, Barakamida egallagan yutuqlarimiz u darajada katta emas, lekin juda ham ko'zga ko'rinarli. Qisqa muddat bo'lishiga qaramasdan, bizga o'sha davlat tomonlama, hokimiyat tomonlama va insonlar tomonlama o'zlarining mehr-muruvvatini, o'zlarini hurmatini o'sha ko'rsatishyapti. Misol uchun, biz Sirdaryo Ideaton 2026 da birinchi o'rinni oldik. Inkubatsiya dasturi IT Park bilan o'tkazilgan Startup Base unda ham birinchi o'rinni oldik. Va O'zbekiston bo'yicha 3600 ta startaplar orasida o'sha 5% ga kuchli 150 yoki 200 talikka kirdik va yaqinda startup garajning Grand Demo Day bunda ham eng yaxshi startap orasidagi o'sha eng yuqori natijalarni kiritdik. Bu o'zimizni o'sha global tomonlama erishgan yutuqlarimiz va mahalliy tomonlama esa bosh prokuratura, veterinariya va Adliya vazirligi hammalari bizni qachonki eshitib, loyihamizni ko'rganda juda ham yuqori baholab, xursand bo'lib, biz o'zimiz yuklab oldik, o'zimiz foydalanamiz deb bizga juda yaxshi fikrlar bildirib ketgan va shuning uchun ham hozirda bizda 2 oy bo'lishiga qaramasdan 2,5 mingtadan ortiq insonlar foydalanib kelyapti. Hop, mingtalik aktiv yuzerlarimiz bor kunlik va mingdan ortiq o'sha postlarimiz bor. Odamlar o'sha oldi sotdi jarayonlarni bemalol amalga oshirib ishlatib kelishyapti va yuzlab mutaxassislarimiz yirik korxonalar bilan shartnomalarni o'sha bajarib boryapmiz. Fikringizni tasdig'i o'laroq biz hozir qayerdamiz aka? Mana fikrimni tasdig'i o'laroq ana shu 5% ga kirganimiz uchun ham mana Uskombinator bizga bir haftalik mana bu Bo'stonliqda dam olish imkoniyatini berdi va hozir shu yerda dam olib boshqa o'zimizga o'xshagan startaper tengqurlarimiz bilan networking qilib, gaplashib, fikr almashib, mentorlik jarayonlarida qo'shimcha bilimlar egallab, yana o'zimiz startapimizni kengaytirish uchun mutaxassislardan bilimlar olyapmiz va bu bizga juda ham qo'l keladi hali. Barakamida yana qanaqa e'lonlar bor? Men ko'ryapman, faqat chorva oldi sotdi e'lonlarini ko'ryapman. Undan tashqari yana qanaqa e'lonlar qo'yish mumkin? Xo'p, Barakamida o'zi avvalosi bizning asosiy maqsadimiz ham mol oldi sotdi jarayoni edi. Lekin biz shuni tushunib yetdikki, mol oldi sotdi jarayonidan ko'ra moli bor insonga misol uchun ko'proq nima kerak bo'lishi mumkin? Yem olish, veterinariya xizmatlari, yung olish, shu kabi yoki dori, vet aptekalardan olinadigan kerakli dorilar, urug'lantirish, shunga o'xshagan narsalar u butun molni sotish jarayonigacha ishlatishar ekan
va biz bozor narxlarida arzonroq narxlarda, ya'ni birinchi qo'llardan olib kelib mana shu yerda sotishni boshladik. Ya'ni ular bilan shartnoma qilyapmiz, xudo xohlasa eng arzon tovarlarni bemalol kelib foydalana oladi. Bu nima degani? Bir moli bor yoki qo'yi bor, har qanday chorvador itmi, mushugi nimaga kerak bo'lsa, o'sha mushugi yo moli o'lgunicha yoki sotgunicha hamma narsani bemalol topib foydalana oladi. Bu ularga juda ham katta qulaylik yaratib beradi. Demak, sotuvchilar ham, ishlab chiqaruvchilar ham biz bilan demak shartnoma qilsa bo'laveradi, shunaqami? Xuddi shunday hozir bemalol ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar, vet aptekalar, veterinar, qassob hammalariga ochiqmiz. Juda ham ochiq, samimiy muloqot qilib, hammalarni chaqirib qolamiz. Bemalol murojaat qilishsa, o'zimiz platformamizga qo'shib, ular bilan birga ishlab, shartnoma qilib, albatta shu xalqqa bir koriga yaraydigan, ularga xizmat qiladigan bir chiroyli platforma bo'lib, ertaga har bir chorvador kirganda foydalanib, shu rahmat aytadigan, otasiga rahmat aytadigan bitta platforma bo'ladi. Shartnomangiz shartlari haligi bosh qotirma emasmi? Haligi bosh og'riq bo'lmaydimi? Ular shunaqa bo'ladi-da, sotuvchilar ham bosh og'ritishni xohlamaydigan odamlar bo'ladi-da. Qassoblar ham deylik. Shunday, shuning uchun ham biz juda ham oddiy qilib qo'yganmiz. Qassoblar uchun katta shartnomalarimiz yo'q. Ular bilan o'zi kelishuv asosida ommaviy oferta qonunimiz bor. Juda ham oson, sodda tuzilgan. Bu nimaga kerak? Biz bilan ishlagandan keyin bizni o'rtada yarim yo'lda tashlab yoki mijozlarni sanitib, mana shunaqa narsalarni oldini olish uchun biz ular bilan kelishuv qilib qo'yamiz va bu juda ham sodda tuzilgan. Ularga qanday yordam bera olasiz? Qanday foydangiz tegadi? Ya'ni o'sha qassoblarga deylik, veterinarlarga. Bilsangiz, to'g'ri, qassoblar o'zi mashhur bo'ladi. Ko'pgina misol uchun atrofidagi odamlar biladi, lekin bilmaydiganlari ham bor. Bilsa ham ular nima sotadi, qanday sotadi, qachon sotadi, qachon qanaqa go'sht olib kelyapti yoki veterinar bo'lsa qanaqa tajribasi bor, yaxshi qila oladimi, ishonsa bo'lar. Bu narsalar haqida ma'lumot yo'q. Faqat shu insonlar bir-biridan eshitish orqali bila olish mumkin. Endi biz shuni nima qildik? Shaffof qildik. Ya'ni endi bizni ilovamizga kirgan odam ularning hamma narsasini bila oladi va bemalol solishtirib yoki 100% ishonib, ko'rib, videolari bo'lsa, videolari, qilgan ishlari hammasiga o'zini xulosasini bildirib, bemalol borib ishlata oladi. Bu ularga to'laqonli uvereni, ya'ni ularning mijozini biz olib kirib bera olamiz. Bu mijozni biz qanday yashaymiz? Uni ishlarini ko'rsatgan holda. Hozir men e'lonlarni ko'ryapman. Buxoro, Surxondaryo, Samarqand, o'sha voha tomonlardagi insonlar aktiv. Andijondan, Farg'ona, Namangandan ko'rmayapman e'lonlar. Bu sabab nimada? Bizni Andijon, Farg'ona, bogi Namangandagi insonlar ko'proq ko'rganiga ishonadigan insonlarda. Ular borib molni ushlab ko'rish kerak, tepib ko'rish kerak, chimchilab ko'rish kerak. Aslida ham o'zi shunaqa, bizda ham xuddi shunaqa. Bizda ham shunday kirib telefon qilasiz, videosini tashlattirasiz. Misol uchun bozorga borsangiz ham qancha rahsot ketadi-da. Siz o'sha bozorga boradigan mollarni oldinroq ko'rib, o'zingizga yoqqanini telefonda gaplashasiz, savdolashasiz, borasiz. Borganingizda 90% o'sha ishonasiz. Где-то 10% holatda borganingiz haqidan bir tezsiz bir anaqa yumalab ketadigan mol bo'lsa, bo'lib olmay qo'yaverasiz-da. Lekin bu bo'ldi, gaplashing, olasan degani emas. Albatta ko'z bilan ko'rasiz, ushlaysiz. Tishini ochasizmi, solib ko'rasiz. Bu endi sizning xohishingiz, faqat yaxshi tomoni bozorga borib o'tirmaydi-da. Shunchaki borasiz, ko'rasiz, yoqdimi, olavering. Tamom. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, e'lon joylayotganda rasmga juda katta e'tibor beringlar, chunki rasm sotadi-da sizning mahsulotingizni. O'sha qo'yingizmi, molingizmi, chorvangizmi rasmga olayotganda chiroyliroq olsangiz va albatta barakaga yaqin narx qo'ysangiz, inshaalloh sotilib ketadi. Shunday. Yana bitta zo'r tomoni bor bizda. Faqat rasm emas, endi video joylayapmiz. Bu bizning eng ustunlik tomonimiz ham. Shunday video bo'lmay kirib, o'ng tomonda yuqori tugmasi bor. Shunday bossangiz, shunday videosini qo'yishingiz bo'ladi. Odamlar hozir qanday desam bor, oldin faqat gapga ishongan bo'lsa, hozir gapga ishonmaydi. Oldin faqat rasmga ishongan bo'lsa, hozir rasmga ham ishonmaydi. Endi video davri keldi. Odamlar qisqa videolarga ishonib boshlash. Shu qisqacha video oling, o'zingizni molingizni va ko'rgan odam rasmdan ko'ra ko'proq sota olasiz. Ana shu ko'rinishda. Chunki u jonli, chiroyli, har tomonlama yoritib beradi va ko'rgan odamga ko'proq ishonch bag'ishlaydi. Va narx-navoni joy-joyida qo'yib bersangiz,
odamlar aloqaga chiqib, xudo xohlasa o'sha bozor narxida qo'yinglar iloji boricha, chunki ko'pchilik bilaman qimmat narxga qo'yib yuboryapti. Yo'q, qimmat qo'ymanglar. O'sha bozor qilgan, o'zingiz xohlagan narx qo'yinglar, chunki ko'rayotgan odam ham ishonib sizga telefon qilib kelishligi juda ham oson bo'ladi. Maqsad sotishmi? Uni sotinglar, bosish kerak. Ergash aka, meni yo'nalishim shu chorva sohasida bo'lgani uchun bu loyihani eshitib juda xursand bo'ldim. Xudo xolasa ilgari bo'lsin ishlaringlar. Rahmat. Endi kelajakdagi maqsadinglar qanaqa aka? Xudo xolasa bizda katta maqsadlar qo'yganmiz. Faqat bu O'zbekiston emas, faqat Sirdaryo emas, yo faqat Farg'ona, Namangan emas. Shu butun bir Osiyoni, Markaziy Osiyoni egallab, ular uchun umumiy bitta yagona platforma qilaylik. Har qanday inson buni ishlatgan bundan foyda ko'rsin, bemalol molini boqsin, kerakli ma'lumotlarni olsin, nima yedirish kerak, nima ichirish kerak va xuddi shu berayotgan maslahatlarni eng arzonini topib bera oladigan biz platforma qilamiz. Eng arzonini olasiz, qiladigan ishingiz juda oson bo'ladi. Faqat yashab bersangiz bo'ldi. Molni olasiz, EA'miz bor, maslahatini so'raysiz, nima kerak, qanday boqaman, xuddi shu narsa shunday biz platformada arzonga olasiz, olib keltirasiz, boqasiz, semirtirasiz, sotishni ham bizda shunday qilasiz. 1 millionga oldingizmi, 10 millionga oldingizmi, yaxshi semirtirib cho'tlik qildingiz bo'ldi, 15 millionga sotasiz. Faqat foyda ko'rasiz. Bo'ldi. Kirish kerak, ishlatish kerak, sotish kerak, tamom. Xudo xolasa meni nazarimda bu loyiha qisqa muddat ichida ommalashib ketadi, xalqimiz ham qo'llab-quvvatlaydi. Xudo xolasa. Endi Ergash aka bir so'z bilan aytganda barakami? Barakaga. Baraka.